hammaga bolalar. Bizda muhandislikka qarshiman, revanch. 50 ta laykdan oshsa bizda revanch edi, endi bugun revanch. Qani ketdi? Vartamiz, nima mingasham bitta varta, normal varta. O'yinni qo'ydiradi, bitta 1-1. Bitta 3-ta 1-1, 3ta shtrafnoy, 3ta penalti bo'ladi. Qani ketdi. Hozir birinchi bo'lib 3ta mana darvo bo'ladi. Mana safe bo'lgan darvo. 1-1. Qo'shining. Day. Bu qaytarildi. Voy! Hop, do'stlar, xo'jalim, 3 talar bitta gol chiqardik. Endi boriga ketdik. Kill safe. Qo'rqoq ortiga bo'ladi, ikkita ortiga bo'ladi. Ikkita orti bo'ladi, otilish shu. Birinchi penaltini hozir oladi. Wow. Yo'q. Juppe, endi birinchi penalti boriga. Voy, ishlangani. Penalti. Gol. Raundda bu oldi, endi ikkinchi raundda ham bu olishi aniq. Chunki hozir bu 3 ta qaytardi. Endi oxirgisi nakazaniya qiladigan joy shtrafnoy, challenge. Shtrafni bu olaman, doim. Bitta. Firorlar. Oxirgisi agar gol bori qaytarsa deyishga yana narsani qo'shamiz o'zimiz kelishga. Qaytaramasa, yutqazib, revanshda yutqazadi. Winner bu bo'ladi. Revanshda. Qani ketdi. Bunda ham bu mana ko'rsat. Oxirgisilar endi olsa yo'qmi deyaplar. Ikkiga agar yenasini 100 like yig'sanglar, yana bu bunga revansh. Endi hozir kutur yondiradi, qani ketdi. Joppa. Kutur yondiriladi. Voy. Revansh, bakır. Revansh!